Kechagi o'tganimizdek speaking darslarimizni davom ettiramiz. Oyijonim, basharam qanaqa ko'rinayotganini bilib oldik. Prosta bu nimaga kerak deb o'ylamaysiz. Xo'p, nima? Boshlab ketaveramiz bo'lmasa. Kecha agar mabodo darsga qatnashmaganlar bo'ladigan bo'lsa, speaking darslarini olib boraman deb kelishdik, ketdik bo'ldi bo'lmasa. Xo'p. Kecha biz greetings and self introduction degan mavzuni o'tdik. Salomlashish va o'zini tanishtirish degan. Ya'ni Roundup kitobimizdagi 3 ta mavzudan chiqib ketmagan holda gaplashuvdik. Bugun ikkinchisiga o'tamiz bo'ldi. Endi classroom masalan sinfxonada degan mavzuda grammatik mavzularimiz plural ko'pliklar, this, that, those bo'ladi. Ya'ni mana ko'rsatish olmashlari mana bular, anavular deb turib. Bo'ldi, o'sha mavzularni o'tganmiz, bilamiz, bo'ldi. Mana shu mavzulardan chiqib ketmagan holda qanaqa qilib gapiramiz, ya'ni o'sha gapirishimiz uchun qanaqadir shablonni qilib beramiz biz dediga mashq qilamiz. Ya'ni nima qilishni bilmay qolgan paytimizda bu mavzuni o'tdik, nima haqida gapirishni bilmaymiz, lekin miya pustoy, suvoy bo'lib turibdi. Bo'ldi, biz mana shunaqa joylarda mashqlarni yasab tashladik. Keyin bitta xushxabarni aytaman o'rtoqlar. Kechagi safargi mana tashlab berganimiz faqat kompyuterni ochadigan bo'lgan edi-ku. Buni ham ustida ishladik, lekin telefonni ochadigan bo'ldi endi. Ya'ni hozir sizlarga mana uni tashlab beramiz. Shunda telefonlaringizni ochib turib foydalansalaringiz bo'ladi. Ya'ni men mana bitta bosib ko'rib mana uni gapirka. Books. Ozgina vaqt ketarganda faqat bir qizishib olguncha. Mana books deb turib o'qib beryapti mana shu narsani, to'g'rimi? Xuddi shuni telefonlaringizda ham ishlaydigan bo'ladi, xudo xolasa. Ishlaydigan bo'ldi. O'shani tashlab beramiz dars oxirida. Hozir faqat bundan qanaqa foydalanish kerakligini tushuntirib berishga harakat qilaman. Hammasi o'ta go'zal bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, qani ketdik bo'lmasa? Birinchi o'rinda biz mana o'tganmiz. Qisqa nima mavzu o'tganimiz haqida gaplashib olaylik bu. Endi classroom sinfxona mavzusidan chiqmagan holda speaking ma'nosida ko'pliklar va ko'rsatish olmishlar haqida ketdik. Bo'ldi. Bizda o'zi mana yodlashimiz kerak bo'lgan oddiy so'zlar bor. Sinfxonada nimalar bor? Book bor, kitoblar bor. Ruchka, qalamlar, ruchkalar, xuddi shunaqa narsalar, to'g'rimi? Bo'ldi, mana shularni to'g'ri o'qilishi boshqasi bilan qilishimiz mumkin. Masalan, mana uni book, pen endi bilishimiz mumkin. Endi maktabda o'qiganlar ham aptni buzib qo'yaman deyishi mumkin. Lekin mana yerda bir ikkita so'zlarimiz bor. Shularni o'qib beradi masalan. Triangles. Mana triangles mana uchburchakli lineyka bo'ladi-ku, o'shanaqa narsa bo'ladi-da. Va qiyinroq so'z nima bor bu yerda masalan? Crayons bor ekan. Crayons boyagi markerimiz bo'ladi. Mana boshqacharoq ruchka. Xo'p. Bo'ldi, bular hammasini bitta-bittasini o'qitib qo'yaman. Pencils. Rulers. Bags. Mana bu so'zlarni yodlashimizga to'g'ri talaffuz qilib yodlashimizga cho'tki bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, bularni yodlashimiz, yodlab oldik, darsga davom etamiz endi. Mana biz grammatik mavzudan o'tganmiz. Ko'pliklar yasash uchun o'zbek tilida ham lar degan qo'shimchani qo'shardik-ku. Ingliz tilida ham o'sha narsani qo'shamiz. Faqat u es degan qo'shimcha bo'ladi. Uni qo'shish ozgina qoidasi bor. O'tganmiz mana har qanaqa so'z bo'lsa s qo'shib ketib qolaveramiz. Book, pens, rulers deb turib, agar so'zimiz mana harflar bilan tugaydigan bo'lib qolsa, lekin es degan qo'shimchani qo'shamiz. Bo'ldi, buni ozgina eslab qolsa bo'ldi. Boxes, benches deb turib. Mana buni ham o'tganmiz. Mana qisqa takrorlab o'tib ketib qolyapman faqat. Oxirgisi mana undosh bilan birgalikda y harfi kelib qolsa, mana ies bo'lib turib o'zgarib ketib qoladi. Masalan, dictionaries, libraries deb turib, lug'atlar, kutubxonalar deb turib. Bitta mana shu 3 tagina qoida atrofida bilsak bo'ldi. Ko'plik yasash ham unaqa qiyin bo'lmaydi bizga. Xo'p, qisqa takrorlab oldik. Endi mana vakib speaking o'rtoqlar, speakingda biz mashq qilishimizda mana men sizlarga 20 soat gapirsam ham sizlar tillaringiz gapirib ketib qolmaydi. O'shani o'zlaringiz mashq qilishlaringiz kerak baribir. Bo'ldi, mashq qilish kerakmi? Shuni qanaqa mashq qilish kerak degan narsalarni mana shu yerda. Raise your hand masalan. Endi mana har bir iborani ustiga bosing va tinglang deb aytadi. Bular nima deyman? Hammamiz o'zimiz uchun bilishimiz kerak bo'lgan oddiy kundalik iboralar. Mana sinfxonada nima gap ishlatamiz biz? O'sha gaplarni hammasi keltirib berilgan. Oddiy o'qib ham beradi mana. Qaysi biridan boshlaymiz? Bir boshdan, raise your hand masalan, qo'lingni ko'tarib tur. Bo'ldi, mana shuni gapda ishlatadigan bo'lsak, please your hand before you speak. Gapirishdan oldin
Uzramiz o'rtoqlar, menga telefon bo'lib qoldi. Please raise your hand before you speak. Gapirishingizdan oldin qo'lingizni ko'taring deb turib aytamiz. To'g'rimi? Bo'ldi mana shunaqa gaplar. Yoki I raise my hand when I know the answer. Men qachonki anaqa javobni biladigan bo'lsam, qo'limni ko'tarib aytaman. I raise my hand when I know the answer. Bo'ldi mana shu narsalarni mana gap qilib, ishlatishlari bilan bilib olamiz. Ketdi yana mana nima bo'lishi mumkin? Take note, yozib olish. Darsda anaqalarni yozib olamiz biz. O'rgangan narsalarimiz. Voy, mana zo'r narsa o'rgatib qo'ydi bizga deb turib yozib olamiz-ku. We take notes in our notebooks every lesson. Har darsda yozib olamiz take notelarni. Take notes when the teacher explains. Ustoz tushuntiradigan bo'lsa, yozib olgin deb turib aytaylik. Xuddi shunaqa. Kerak bo'ladigan hamma iboralarimiz bor. Har birini bittalab o'qib chiqishim shart emas menimcha. Mana mazmuni qanaqa ishlatilinishi, tarjimasi bu yerda ikkita gapi bilan o'qib ham beradi. Faqat mana bu narsalarga e'tiborli bo'lish kerak. Yo'q, men bittada bilib yodlab ketaman deb o'ylamas kerak. Mana ularni kamida bir marta zo'r bo'ladigan bo'lsa, bir ikki marta eshitib qo'yish kerak. Masalan, mana mistake deb turib o'qib qo'yadigan bo'lsak, voy, karscha gapirar ekan aka deb o'ylab qolmasligi kerak-da. Mistake deb turib to'g'ri o'qish kerak. Don't worry if you make a mistake. Mana, don't worry if you make a mistake. Agar xato qiladigan bo'lsang, xavotir olma, juda xavotir bo'lib qolma deb turib aytayapti. Bularni hammasini mana yodlab olsak bo'ladi. O'ta go'zal qilib turib, mana sinfxonada nima gapiradigan bo'lsak, iloji boricha hamma narsa berilgan. Answer the question, ask a question deb turib ketdi. Ya'ni yana endi butun boshli gap qilib turib, masalan, darsda nima ishlatishimiz mumkin? Can you help me please? Yordam bera olasizmi menga deb turib. How do you say mana shu so'zni in English? Masalan, how do you say kitob in English? Kitobning inglizchasiga qanaqa qilib aytamiz degani bo'ladi-da shu. Bo'ldi. Yoki bo'lmasa what does this word mean masalan? What does ruler mean? Ruler degani nimani bildiradi deb turib. Chizg'ich deb bildiradi. It means chizg'ich. Chizg'ich emas, lineyka deysizlar shu. Endi xuddi shunaqa bo'ladi. Yoki I'm not sure. Let me try deb turib. Xo'p. Buni oxirida qilamiz endi. Mashqi, sal jiddiyroq mashqi oxirida qilamiz. Ungacha mana bir o'rganishimiz kerak bo'lgan bir ikki narsalar o'rganib olaylik, darsda. Bo'ldi, so'zlarni yodladik, boshqa qildik, iboralar. Xo'p, endi faqat anaqalar ham bo'lsin. Biz o'tgan mavzuyimizda mana testda bu degan edi, mana bu degan edi, namba degan edi, juda kimgadir qulay bo'ladigan bo'lsa, yoki manovi deb turib aytishlaringiz ham mumkin. Kimni tili qanaqa tomonga yursa aytaverasizlar. Xo'p, faqat mana this birlik ikkalasi ham birliklarga yaqindagi yoki uzoqdagi degan bo'lsa, sal nariroqda turgan bo'lsa deb turib. Ikkalasi ham birlikka. Xo'p, this is a book masalan. This is a book. That is a desk. Bo'ldi. What is that? It is a bag. Bu nima? Bu sumka deb turib. Xo'p. Endi ko'pliklarga ishlatadigan bo'lsak, mana books deb ko'plik bo'lib qo'yibdi. Chairs deb turib, stullar bo'lib turibdi, pencils bo'lib turib, anaqalar bo'lib turibdi. Qalamlar bo'lib turibdi. Bularga nisbatan these yoki those deb turib ishlatamiz faqat, Xuddi shunisiga chalg'ib ketmas kerak. Keyin bitta narsasiga e'tiborli bo'lib qo'yish kerak. To be ham shunga nisbatan mos ko'plikka nisbatan to be bo'ladi. Are bo'ladi hammasiga nisbatan, Those are chairs. Those are chairs. Xo'p, endi bo'ldi mana bular bilib oldik. Ya'ni o'qituvchi tomonidan qanaqadir iboralar ishlatilishi mumkin. Masalan, o'qituvchi sizga qanaqadir aytadigan bo'lsa, o'shani tushunishingiz kerak. Open your books please. Mana kitoblaringizni oching. Close your notebooks. Close your notebooks. Notebooklarni yoping. Sit down. Sit down. Bo'ldi mana shularni ham aytilishi bilan boshqasi bilan yodlab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, o'quvchilar nima deyishi mumkin? Can I borrow a pen? Can I borrow a pen? Qalam olsam bo'ladimi? I have a question. Savol bo'ladigan bo'lsa, mana savolim bor deb turib so'raymiz, Yo'q, ustoz, mana shunaqa deb turib. Xo'p. Bir internetim ishlamay This, that, those, mana tushuntirish grammatik eslatmalari ham bor bu yerda, Hozir aytib bergan narsalarim. Xo'p, bo'ldi. Xohlasa bundan muammo bo'lmaydi. Keyingisi darsda davom etamiz, Sahnalar. Sahnalar degani endi mana biz so'zlarni, iboralarni yodlab oldik, gapirishlargacha o'rganib oldik. Endi nima bo'ladi? Masalan, ustoz bizga nima deb aytishi mumkin? Good morning everyone. Open your books please. Look at the bird. This is
A new word. These are your notebooks. Write it down deb turib. Masalan, o'qituvchi tomonidan shunaqa gaplar bo'lishi mumkin bizga. Boyagi o'rganganlarimiz hammasini bitta qilib beryapti-da. O'shani men sizlarga o'qib ham beradi. Good morning, everyone. Open your books, please. Look at the board. This is a new word. These are your notebooks. Write it down. Xuddi shunaqa mana kitoblaringizni oching, doskaga qarang. Bu sizni yangi so'zingiz. Bular sizni daftarlaringiz, yozib oling deb turib, bo'ldi. Mana studentlar tomonidan nima deyishimiz mumkin? Xo'p, mana good morning teacher, ustoz yaxshimisiz deb turib. What is this? Bu nima? Is it a ruler? Bu rulermi? These are my books. Bular meni kitoblarim. That is your pen. Bu sizni ruchingiz. I don't understand. Men tushunmadim. Can you repeat please? Qaytarib bora olasizmi? Boyagi mana o'rgangan narsalarimiz bor edi, o'shani mana matn qilib turib, mana qanaqa ishlatishimiz mumkinligini ham berib qo'ygan. Buni har xil variantlari bor. Mana buni bemalol o'zimiz uchun gapirib, takrorlab ko'rsak bo'ladi. Buni o'rtoqlar nima qilish kerak? Har bittasini mana bir qarab turib bo'lsa ham o'zimiz aytishimiz kerak. 1-2 marta eshitib olamiz. Mana eshitamiz, qarab turamizdagi qanaqa qilib gapiryapti bu. Mana talaffuzlarimizni ham zo'r qilib rivojlantiradi, xudo xohlasa. Ya'ni mana shuni good morning teacher, what is this deb turib o'zlaringiz gapirasizlar. Endi bir o'zlaringiz bo'lasizlardagi bemalol o'zlaringizni Rihanna deb his qilib turib gapiraversalaringiz bo'ladi. Yo men tilim ashi inglizdan ham mendek gapira olmaydi qarochi deb turib. U bering gapirsalaringiz zo'r chiqadi, xudo xohlasa. Buni orqasini eshitamizdan, orqasini har bittasini orqasidan qaytarib chiqizdi. Keyin birga qo'shib gapirsalaringiz ham bo'ladi. Zo'r bo'ladi hammasi, xudo xohlasa. Keyin bularni ham bilib oldik, ha? Endi mana gaplashamiz degan joyda, ya'ni biz mana bu gaplarni o'zimiz tuzishimiz kerak. O'zimiz qanaqa qilib tuzamiz, to'g'rimi? Mana this, that, these do'stlar bor edi. Bularda bittasini tanlab olganmiz. Mana this yoki that olsak bo'ladi, this olsak bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu bittasini tanlaymizdan keyin mana ulardan bittasini bunga moslab qo'yamiz. Endi bizda hozir tasdiq yo inkor bo'lishi mumkin. Ya'ni darak gap, inkor gap deb turib, darak gap bo'ladigan bo'lsa mana is o'zi, inkor gap bo'ladigan bo'lsa not qo'shiladi. This isn't deb turib, this is not deb turib. Farqi yo'q, qaysi biri bo'ladigan bo'lsa, mana bunisini bosamiz. Shuni bitta qilib o'qib beradi. This is not a bag deb turib. This is not a bag. Mana bu sumka emas deb turib. Mana hammasini random qilib chalkashtirib har birini aytib ko'rishimiz mumkin. Endi masalan ko'plikda bo'lsin-dagi, darak gap bo'lsin. Qanaqa bo'lar ekan? Endi qaysi biri bu notebooks bo'lsin? These are notebooks. Mana these are notebooks. Har qanaqasiga mana strukturasini bilib olyapmiz. Birinchi mana ko'rsatish olmosh kelar ekan, tubi shunga moslab kelar ekan, inkorga bo'lsa not qo'shilib kelar ekan, darak bo'lsa shartda emas. O'shanga mana ko'plik bo'lsa s'lar qo'shiladi, mana birlik bo'lsa hech qaysida s yo'q. Bo'ldi, mana shunisiga ham e'tibor berib, mana hammasini bizga o'rgatadi o'zi. Xo'p, speaking challenge topshiriq. Endi boyagini hamma o'rganganlarimizdan moslab turib, mana endi 30 sekund o'zimiz gapirib mashq qilib ko'rsagan bo'ladi. Xo'p, yana nima bor edi bizda? Quiz bor aytgancha. Quizimiz bor. Bu quizni ham men hammasini ishlab berib qo'ymayman, masalan, 1-2tasini ishlab ko'rsataman. Quizni o'zlaringiz bilasizlar endi. Hozir o'rganganlaringizdan kelib chiqib bir boshidan hammasini o'rganib, yodlab chiqdilaringiz. Endi mana uni ishlab ko'rasizlar masalan. Bu stul inglizchada qanaqa aytilinadi? Bu stul deydigan bo'lsak, that is a chair, those are chairs, this is a chair, these are chairs. Qaysi biri bo'ladi? Mana bu deb turib aytibdi, buni endi yaqinga deb aytgan bo'lsa kerak. This is a chair. U ana, men bu stul degan bo'ladi. Keyingi savol masalan, ular sumkalar deb turib. Ular deydigan bo'lsak, mana uzoqroqdagiga nisbatan aytibdi endi va sumkalar deb turib ko'plikdagini aytibdi. Qaysi birini olamiz? Ko'plikdagi uzoqdagi. Those are bags. Mana ana ular sumkalar deb turib. Buni mana 15 ta quizi bor. Hamma o'z uchun ishlab qo'ysa bo'ladi. Ishlab qo'yib, mana boyagi bilimimizni mustahkamlab olamiz. Buni hammasi mana o'rganish, boyagi mashq qildirish bo'layapti, chotki bo'layapti. Xudo xolasa. Xo'p, endi vazifa. Vazifamiz bu mana qiladi. Sinfingizni tasvirlab bering. Endi mana shuncha so'z o'rgandik. Hamma o'zi uchun qog'ozga yozib bo'lsa ham yozib ko'rish kerak buni. Ya'ni o'zini maktabda yo mana qilgan ekan deb turib, bu yoqda deb turib, hammasini erinmasdan qilib chiqish kerak. 10 ta sinf jihozingizni yozing va bitta va ko'plik shaklini yozing. Birlik ko'plikda yozib chiqing deb turib aytyapti. Xo'p, uyingizdagi xonani tasvirlab bering. Endi mana qildik-ku. Biz sinfxona misolida o'rgandik hozir hamma narsani. Endi o'zingizni uyingizdan kelib chiqib ham ko'rsak bo'ladi-ku. Sal boshqacharoq bo'ladi masalan. This is my room. There is a desk masalan. Kecha there is zerlarni ham o'tganmiz masalan.
Bu meni xonam, bu parta, these are my books, bular meni kitoblarim deb turib. Keyin yana nimalar berganmiz? Xuddi kechagidek qanaqa qilib turib, qo'shimcha videolar ham bor. Bu yana qo'shimcha bo'lib qoldi. Yana ozgina bir ikki narsa ko'rib olay deb turib, mana bolalar uchun yoki disletlar uchun turadigan qo'shimcha videolar ham bor. Bunga ham ustiga bitta bosalash qilib ketib qoladi. Kecha ko'rsatuvdim, endi bugun kirib o'tirmayman. In the classroom degan mavzusida hamma narsalarimiz bo'ldi. Endi mana hammasini o'rganganimizdan keyin men bitta mashqni bajaramiz deb qo'ydik. Mana shu iboralarni ham zo'r qilib o'rganib qo'yish kerak o'rtoqlar. Verb collocationslar. Ya'ni eng ko'p ishlatiladigan, ya'ni bir-biri bilan keladigan bo'ladi. Masalan, make a mistake degan so'z bor-ku, xato qilmoq degani. So'zma-so'z tarjima qilib qo'yishingiz mumkin-da siz. Xato degani, mistake degani, qilmoq degani, do degani. Do a mistake deb qo'yaman deysizda. Lekin unaqa bo'lmaydi. O'shaning uchun mana ularni o'zini ikkitalik so'zlarni collocation qilib qo'shib yodlab olish kerak. Bir boshidan shunaqa sekin-sekin yodlab ketaveradigan bo'lsak, yaxshi bizda ichim sindira olmaydigan bo'ladi. Xo'p, qaysi birini bajarmoqchi edik? Mana gapiring and speaking plus namuna javob. Mana bitta savolga o'zimiz javob berib ko'ramiz masalan. Endi o'shanga keyin namuna javobimiz ham bor. Xo'p, nima deb savol beryapti bizga birinchi o'rinda? What do you do and your classmates do in an English lesson? Ya'ni siz va sizning sinfdoshingiz ingliz tili darsida nima qilasizlar deb turib aytadi. Bo'ldi, mana bunga mana birinchisiga masalan o'zimiz javob berib ko'rsak bo'ladi. I and my classmates go to our English lesson every day yoki bo'lmasa every even days. Har qanaqasiga gapirib o'tsak bo'ladi. And we sit down on the chair deb turib. Boyagi chair degan stul degan so'zlarni ham o'rganib oldik-ku. Xuddi shunaqalar qilib turibman. Chair deb turib, and there are deb turib ko'plikda bor deb aytamiz. A desk, a board, a pen, a laptop, a notebook, a phone. Mana shunaqa narsalar bor. Yoki ko'plikda qilib aytishimiz mumkin. 2 books, 3 notebooks, 3 laptops, 4 chairs, 5 desks. S qo'shib qo'yamiz bo'ldi. Mana shunaqalarni qo'shib bor deb turib. And we learn English masalan together deb turib biz birga o'rganamiz deb turib. Ya'ni mana unda uzun qilib turib bizga namuna misol qilib bergan. Ya'ni anaqalarimiz bor edi aytgancha bizda. Mana qo'l ko'taramiz, boshqa qilamiz degan narsalarimiz bor edi. O'shalarni ham qo'shib gapirib bergan. Endi masalan bittasini tinglab ham ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bu cho'tki qilib hamma narsa bo'yi o'rganganlarimiz qo'shib namuna javob yozib bergan. O'shani tinglab orqasidan qaytarib yoraverishni qilsak bo'ladi. Xo'p, qani bittasini eshitib ko'raylik-chi. In our English lesson, we open our books and take notes in our notebooks. The teacher asks a question, and we raise our hands to answer the question. We always pay attention to the board. Sometimes I make a mistake, but that is okay. We work in pairs with a pen and a notebook, and then we check our answers together. At home, I do my homework every day. If I don't understand, I ask, "Can you help me, please?" Or, "What does this word mean?" I also like to ask, "How do you say it in English?" When I'm not sure, I say, "I'm not sure," and then, "Let me try." Bo'ldi, mana to'g'ri. Butun matnimizni mana to'g'ri pronunciation qilishlari bilan o'qib beryapti chiroyli qilib. Xuddi shunaqa qilib turib o'zimiz gapirib, mashq qilib ko'rsak bo'ladi. Mana bo'lak-bo'lak qilinganlari This is a book. xuddi shunaqa qilib turib bular bilan ishlasak bo'ladi. Buni oxirida mana hammasini yodlab olganimizdan keyin bunga mashq qilib yozib ko'rsak bo'ladi. O'zimizni variantimizni yozib ko'rsak ham bo'ladi. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, bu in the classroom degan mavzuda hamma narsani berishga harakat qildik bo'lmasa, bu o'rtoqlar keyin oxirida bitta narsani to'g'ri tushunib olish kerak. Buni bitta ko'rdik, bu video darsni ko'rdik degani hech narsa bo'ldi degani emas. Buni o'zlariz har bitta mana shunga kirib bosib shug'ullanishlari kerak. Aytganimizdek buni telefonda ishlaydigan qilib qo'ydik. O'shani har kim o'zi uchun ko'rib, har bitta mashqlarni, vazifalarni bajarib, orqasidan bosib, eshitib, undan tashqari yana nima qilish kerak? Orqasidan qaytarib, birgalikda qaytarib, hammasini mana shu o'zi shug'ullanib, ya'ni takrorlab shug'ullanib turadigan bo'lsak, mana shu hamma mavzularni o'tib bo'lganimizdan keyin deyarli uydi-buydi har qanaqa vaziyatda ham qotib qolmaydigan, gapirib keta oladigan bo'lamiz, xudo xolasa. Xo'p, mana mavzularimiz ham bor uje. Shunaqa gaplar o'rtoqlar.
Menimcha tushuntirishimiz kerak bo'lgan hamma narsani qilib qo'ydik. Teacher to'g'rilaboring. Telegramda ekranlarimiz ko'rinmay qolganmidi? Men buni to'g'rilamasdan o'tib tashladim. Agar anaqa rekordingizdan ko'rib olasizlar endi. Rekordingdan ko'rib olasizlar endi. Xo'p. Shunday o'rtoqlar, sog' salomat tahlil olamiz. Ishlashda to'xtamaymiz muhim.